Assalomu alaykum, muhtaram haj ziyoratchilari. Safaringiz yanada oson va go'zal o'tishi uchun sizga ilgari haj qilgan ziyoratchilarning 3 ta maslahatini yetkazishga ijozat bergaysiz. Haj bu nafaqat amallarni bajarish, balki boshqalarga hurmat va e'tibor ko'rsatish hamdir. Birinchidan, yo'laklar va maydonlar millionlab musulmonlar o'tadigan yo'ldir. Shuning uchun u yerlarda o'tirmang yoki to'shaba solmang, chunki bilmasdan boshqalarning yo'lini toraytirib qo'yasiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yo'lning haqqini bering deb marhamat qilganlar. Yo'lning eng oddiy haqqi esa unga to'sqinlik qilmasligimizdir. Ikkinchidan, agar dam olmoqchi yoki ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, chodirlar ichida va Masjidul Harom atrofida buning uchun maxsus joylar tayyorlab qo'yilgan. O'sha joylardan foydalaning va harakatlanish yo'laklarini ochiq qoldiring. Uchinchidan, atrof muhit tozaligini saqlash nafaqat boshqalarga bo'lgan e'tibor, balki ibodat va muqaddas qadamjolarga nisbatan odob hamdir. Ishoning, birodarlaringiz uchun yo'lni keng qilib bersangiz, aslida o'z ajr-savobingizni ko'paytirayotgan bo'lasiz. Alloh safaringizni oson qilsin va ibodatlaringizni qabul aylasin.